o'ta noyob $1000 quyonlar qo'qonda boqilishini bilarmidingiz? Rangini qarang buni. Belgiyskiy quyon, Rex quyon, Gepard quyon, Karli quyonlar maxsus uychalarda boqilar ekan. Bular hammasi Germaniyadan olib kelingan noyob quyonlar ekan. Quyonlarning pasportlarigacha bor ekan. Mana bularni qarang, shirinligini. Quyonxonalarda odatda hid bo'lardi. Nimaga bu yerda hid yo'qsa, maxsus konditsionerlargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Noyob quyonlarning ishqibozlari kelib sotib olishsa ham bo'lar ekan. Mana bu seri shirin quyonchalar Rex shinshilla quyonlari, bular parasi $400 bo'lar ekan. Oyisini qarang kattaligini. Bu bitta tug'ganda 8 ta 9 talab tug'ar ekan. Qarang, mana shu quyon belgiyskiy quyonni cho'korang ekan. O'zbekistonda bitta ekan bu quyon, $600 turar ekan. O'g'il bola. Mana bu tigr quyonni qarang. Voy, yo'lbarsga o'xshar ekan. O'zi ham sho'x, zo'rg'a tutib oldik. Bu necha pullik? Bular parasi $500. Parasi $500. Rangini qarang buni. Bularda massadigan quyonning maxsus yemlari ham bor ekan. Quyonga qo'shib ovqatini ham sotib olsangiz bo'ladi. Siz qachondan beri quyon boqasiz o'zi? 7 yildan emas boqaman. 7 yildan beri. Nechta quyoningiz bor? Men shu jumboq Bilmaysiz. bilmaymiz hozir sanog'ini. Bu tomon polni quyonlarni raddom ekan. Bu yerda ko'payishar ekan quyonlar. Qarang, quyon tuqqanda bolasini odam ko'rsa yoki o'sha bolasini o'ldirib yeb qo'yadi deyshadi. Yo'q, u bo'lmagan narsa mana yaqqol misoli. Onasidan ajramagan quyonimiz qo'lda turaveradi, deyman. Bunaqa muammo yo'q. Bulardagi quyonlarni narxlari bilan ko'rish uchun profillariga o'tib olsangiz bo'ladi. Bulardan quyon olganingizda mana bunaqa inlari bilan, tegidagi napanitillari bilan qo'shib berib yuborishar ekan komplekt qilib. Siz quyonlarga qiziqasizmi yoki quyon boqqanmisiz? Kommentariyaga yozib keting va bu videoni quyonga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.